Salomatlik ulkan boylik bo'lsa, o'sha boylikni men faqat siz aziz podpischiklarimga ilinaman va bemorlarga ilinaman. Shuni bilinglarki, insonni tanasida og'riqlar yo'qmi? Joni halovatda, sakinatdami? O'sha eng buyuk boy inson bo'ladi. Aziz birodarlarim, mana biz o'sha trenddagi o'sha mumiyolarimiz xudo xolsa yetib keldi, qolmadi, tugab qoldi va chiqarishda davom etmoqdamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellik qal'aga ekan. Xudo xolasa bu mahsulotimiz mana 300 gram. Ismlari Qurbonov Rajabboy aka ekan. Rajabboy aka, oling, mana shuni iste'molini qiling. Allohning izni bilan joningizdagi og'riqlar kelibsa qolsin va o'sha grijalaringiz so'rilib yo'q bo'lib ketsin. Suya yemirishlar bo'layotgan bo'lsa, mana shu mahsulotimiz ilohim Allohning izni bilan kirib, tani joningizga svarka qilib yamab tashlasin. Xudo xolasa mana chiqib ketadi pochtangiz. Va undan keyingi pochtamiz Namangan viloyatiga ekan, Minbuloq tumani Jomayshi shaharchasiga ekan. Xudo xolasa Abdulhamid aka, mana sizga yana 300 gram chiqib ketyapti. Oling, mana biz sababini qiluvchi bandamiz. Qo'limizdan kelgancha mana olib kelyapmiz. Shu joylardan buni topib kelishda o'zi bir mushkulot bo'lib qoldi hozirgi kunda. Bu ham trendga chiqib ketdi. Mana ichgan inson borki, Allohning izi bilan shifo topyapti va biz ularni duosini olyapmiz. Keyingi pochtamiz xudo xolasa Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumaniga ekan. Xudo xolasa bu pochtamiz Otaxonova Hurliqo opaga ekan. 100 gram simala momiyo. Mana Hurliqo opa, xudo xolasa sizga chiqib ketyapti. Allohning bilan shifo toping va yotib qolgan joylaringizdan, o'rningizdan irg'ib turib ketadigan holatlarga keltirib qo'ysin Allohning bilan. Keyingi yana pochtamiz xudo xolasa chiqib ketyapti Xorazm viloyati Gurlan tumaniga ekan. Xudo xolasa qabul qiluvchining ismlari yozilmabdilar. Yozganda juda yaxshi bo'lar edi. Ha, bo'ldi. Eldor aka. Eldor aka, mana sizga ketyapti. 200 gramligimiz qani ekan? Ha. Mana shu pochta sizniki. Xudo xolasa olasiz, iste'molini qiling. Ilohim Allohning bilan shu og'riqlaringiz qolsin. Tani joningizda faqat va halovat, sakinat bo'lsin. Endigi pochtamiz xo'p, следующий kimiki ekan bunisi? Angren shahriga ekan. Angren shahriga Rashdbek akaga chiqib ketyaptilar. Mana o'tganda bu inson kelib do'konimdan oldi. Mana artishok siropi. Juda ham zo'r narsa. Bu bilib qo'yinglarki, shunaqangi zo'r mahsulot jigaringizga keraksa yog'larda, jirovoylarda vashta zo'r eritib tashlaydi. Va undan tashqari borki, yuragingiz yog' bosgan bo'lsa, o'shalarga ham zo'r. Mana bir xillar yurganda hansirab qolyapman deyapti-ku, o'shalar konkretni yuragini yog' bosgan bo'ladi. Mana shuni ichingda o'sha jirovoylarimiz Allohning izidan yovib ketadi. Va ularga rastalovchani maydalangani beryapman, cherna slivimiz beryapman. Akajon, xudo xolasa pochtangiz ertaga inshaalloh yetib boradi. Keyingi pochtamiz xudo xolasa Sapayeva Zulfiya opaga ekan, Xorazm viloyati Urganch shahriga ekan. Mana Zulfiya opa, sizga xudo xolasa 300 gram berib beryapman. Oling, iste'molini qiling. Grijalaringiz, suya yemirishlar bormi, poliartritlar bormi, ko'ks artrozlar bormi? Allohning izi bilan shu mahsulotimiz, mo'jizaviy ne'matimiz shifo bo'lib kelyapti. Endi buni men aytib kelyapman. Bu bitta mo'miyoni o'zi emas, simala daraxtini yelimi qo'shilgani. Buni iste'molini qilasizmi? Bo'ldi. Allohning izi bilan vallohu alam shifo topyapsiz. Hozir men shifo topib kelsa, orqasidan 10 odamni ergashtirib kelyapti. Bizni internetda ko'rganlar ham kelyapti, ko'rmaganlar ham kelyapti. Bu mahsulotimiz trendda kelishi bilan kelsa bir kunda tugab qolyapti. Zulfiya opa mana yetib boradi, olib iste'molini qilib, shifo topib bizni duolarda eslab qo'yaverasiz. Xudo xolsa bu pochtamiz adres Samarqand Abu Bakr Roziqiy Sag'diyana debdi. Bu pochtamiz Fotimaxon onaga ekan. Fotimaxon ona mana sizga chiqib ketyapti 300 gram simala mo'miyomiz va mana 1 kilo gijjalarni tushiruvchi mahsulotimiz va undan tashqari sizga bitta ko'knorni yog'ini berib yuboryapman va undan tashqari sizga bir dona eko yazva berib yuboryapman. Mana opajonim, xudo xolasa olasiz, iste'molini qilasiz. Allohning izi bilan shifoni topasiz. Shifoni topib duolaringizda bizni eslang. Biz ikki dunyoligimizni o'ylagan holda mana shu mahsulotlarni beryapmiz. Ilmimiz yetgancha mana ulashyapmiz, mana sababini qilyapmiz. Bizga sizni haqqingiz kerak emas. Avvalo shifoni toping, tani joningizda sakinat bo'lsin va undan tashqari ibodatlaringizga quvvat bo'lsin. Ibodatlarni qoldirmang. Sog' salomat yurishingizni xohlayman. O'sha gap, salomatlik ulkan boylik. Ushbu boylikni asrash siz bizning ixtiyorimizda. Faqat biz sababini qilsak bo'ldi. Bizning manzil o'sha Farg'ona shahrida, viloyat hokimiyatining ko'chasida, mana shu Transbankning oldida, yonimizda Meridian klinika bor. Shu yerga kelasiz. Do'konimiz nomi Farg'onada bittagina. Yo'lda 100damiz. Mana shu tabobat do'konimizga kelib, mana shu tabiiy mahsulotlarimizni olib xaridini qiling. Olisdagilar uchun mana to'lovini qilsa, dastavka xizmatimiz bor. Bizga sizni haqqingiz kerak emas. Mana to'lovini qilishdi shu insonlar, mana pochtasini oladi, xaridini qilib, mana iste'molini qilib shifoni topadi. Tanasida, tani jonisida faqat halovat bo'ladi. Shu mana tilagim faqat hammaga yaxshilikni ulashish. Salomat bo'linglar, duolarda bizni eslab qolinglar. Salomat bo'ling.